Aka haqqimizni so'rab. Men xohlaganda remont bo'lmadi. Bo'ldi, sizlar adashmanglar, maylimi? Akajon, siz olib bergan masalliqdan qilib berdik-ku biz remontingizni. Pul yo'q xullas. Nima qila olasizlar? Menga qara. Men pulimni olmasdan ketmayman battan, tushundingmi? Masalan, muammo xohlayapsanmi? Qattasiz ishi bo'lib. Ya, tinchlik emas. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Tinchmisan? Nima gap? Men ikkalasi. O'z kishi bo'lib, Nima deyapsan, o'g'il bola? Tushuntirgan? Nima o'zidan o'zi? Bizni haqqimizni berma deb. Xullas, men rang olib kelib berdim bularga. O'shani bo'yab qilib berdi. U rang menga yoqmadi keyin. Men qara uka nechta berish kerak? $400 haqqim qolgan. Aka, hozir bularga yon bosib ketyapsizmi? Kelib, men sizni chaqiryapman aka. Birovni haqqini yema. Bular ham mehnat qilib, ne umidlarda ishni boshlashgan, o'sha ishni tugatishgan. Ahmoq.